mana xizmatimiz Jondor tuman Zarafshon kafesida bo'ldi. O'zi ona so'zini ta'riflashga so'z ham qanaqadir bu hissiyotni ta'riflashning imkoni yo'q. Hozir onamga aytadigan bir og'iz gapim, ona sizni juda yaxshi ko'raman. Hayotda do'st sifatida ham, boshqa jihatdan ham doim bizni qo'llab-quvvatlab, hayotga bo'lgan ishonchimiz, qarashimiz, har doim bizni qo'llab-quvvatlab kelganingiz uchun rahmat. Allohga behisob shukr, sizdek ota-onam, oilam, aka-ukam, bobo-buvimlarning borligiga. Hammangizga rahmat. Yangamda xonarim, ko'zimning nuri, onamdur, mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri, onamdur, suyanganim. Kerakmas. Oshiqman onam deb ushbu she'riy satrlarimizni musofirlikdagi o'g'lingiz Shahriyorjon nomlaridan qabul qilasiz. Albatta, telefonda aytdi, opajon, meni nomimdan alohida tabriklang. Onajonimni, jannatimni mana shu yaxshi kunlarda men bugun yo'llarda emasman, lekin qalbim bugun onajonim bilan. Onajonimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman, borlariga shukrlar aytaman. Allohimdan so'raydigan bitta narsamiz bor, biz farzandlarni hech qachon mana shu duolarimiz kasal bo'lmasinlar, tanijonlari sog' bo'lsin. Bizani qiyinchiliklar bilan katta qildilar, bizani farzandlarimizni ham to'ylarini ko'rishni Allohim mana shularga nasib qilsin deya tabriklarni Shahriyorjon bu.